Abdulla Norinjoniy ziyoratgohi. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimizni tinchligini ko'zlaymasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Do'stlar, xudo xolasa ziyoratgohga keldik. Nasib qilsa, ichki ishlar xodimlari ham boyna. Qarab ko'z quloq bo'lib turibdi, katta rahmat bulara. Ellikqal'a tumani Abdulla Norinjoniy ziyoratgohi. Hamyurtlarimizni qilgan ziyoratlari qabul bo'lsin. Bugungi o'qigan namozlaringiz, qilgan qurbonliklaringiz hammasi qabul bo'lsin. Hammangizni Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklayman do'stlar. Bu ichki ishlar xodimlariga ham kattagan rahmat. Ko'rib, ko'z quloq bo'lib, proverka etib turibdi. Xudo xolasa do'stlar, ko'rib kuzatib boraverasiz. Qilgan ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Qabristonda quyidagi ishlar mumkin emas deydilar do'stlar. Ish amallarni qilish mumkin emas ekan. Qabrga chiroq ham olov yoqish, qabrdagi mayitdan shifo hojat so'rash, qabr toshi va temirlarni o'pish, latta bog'lash, qabrni aylanib tavof qilish, qabr yonida suratga tushish, baland ovozda xushchaqchaq gaplashish, qabr boshida taom qoldirib ketish, yeb ichish, bos solib aytish, yig'lash joiz emas. Chunki bu bilan mayitga azor berib qo'yish mumkin deydi. Azroq shamol bo'lib turibdi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ziyoratgohga keldik, xudo xolasa. Hozir mikrofonlarni o'rnatamiz, sababi shamol qattiqroq bo'lib turibdi.